Hi guys, привет. Hammaga salom. Mani kutib qolgan obunachilarimga. Bugungi ko'tarayotgan dolzarb masalamiz ikkilanib yurganlar. Qanday ikkilanib yurganlar? Ish sohasida ikkilanib yurganlar bor. Sevgi, muhabbatda, munosabatlarda ikkilanib yurganlar bor. Xo'p, qaysi o'qishga kirishni ikkita yoki uchta mo'ljal qilib oldiga maqsad sari yurayotganlar ikkilanishi bor. Xullas, mavzuni chegarasi yo'q. Bozorda mashina sotib olasizmi, ikkilanib yurganingiz bor. Bu mashinami yoki bu mashinami? Qo'y olasizmi? Kvartira sotib olasizmi, yoki qandaydir bir boshqa chegarasi yo'q mavzularga doir masalalarda ikkilanib yurganlarga bugungi ochirim rosa ham to'g'ri keladi. Qani endi yaqinroq o'tiringlar, o'zlaringga kofe, choy, kompotlar, bokallaringga quyib olib, meni tinglab tomosha qilinglar. Biz esa boshladik. Ikkilanib yurganlar. Tak. Buni asosiy qurol qilib olamiz. Buni yordamchi sifatida qurol qilib ishlatamiz taroyimizni. Boshladik. Qanday qilsak bo'ladi? Davay bo'lmasam 3 ta variantdan boshlaymiz. Mana bitta, ikkita variant bo'laversin. Xo'p. Birinchi variantni tanlaganlarga tuz michey. Tuz michey degani mani tinglab eshitinglar. Tuz michey degani bu aqlan ish qilish to'g'risidagi karta. Sizlarni bu karta ikkilanmasdan, yurak, qalbdan qarorlar qilmasdan, ya'ni aqlingni, logikangni, intellektingni, mantiqingni yoqib olib ish tut degani. Senga foyda beradi va plusga ishlaring yurishadi degani bu. Temani agar biz qanday qilsam ekan, biror narsani oqtirayotgan, biror narsani izlayotgan paytimizda bu tuz michey bizga nimani beradi? Tuz kubkov bizga xursandchilik bilan osonlikcha qo'limizga kelayotgan bo'lsa xabarlar, masalan, ishlarmi, omadmi, xotinmi, ermi, mashinami, o'qishmi, deylik, ishmi, farqi yo'q. Do'sti birodarmi, tuz michey bo'lsa osonlikcha bermaydi. Bu degani biz tishimizga qo'yib, yuragimizni, qalbimizni qulflab, aqlimizni yoqib olib emas, yoqib olib. Ya'ni biz buni kovlab haqiqatlarni ro'yobga chiqaramiz. Bu izla o'yla top, ya'ni detektivlarga o'xshab tak-pagi bilan achchiq haqiqatlar bo'lishi mumkin. Bizga yoqmaydigan haqiqatlar bo'lishi mumkin. Lekin bu rost haqiqatlarni yuzaga chiqarish kartasini bildiradi. Xo'p. Mana bu kartani chalg'itmaslik uchun biz to'ntaramizda va ikkinchi pozitsiyani kutib olamiz. Ikkinchi pozitsiyada devatka jezlov. Devatka jezlov degani bu qo'rqish. Qanday qo'rqish? Ya'ni boshimizga kelib tushgan opitdan yana shunaqa bo'ladimi deb qurollanib, mana zabor, barrikadalar qurib olib, mana hamma yo'g'imiz yaralangan, qo'limizga kaltak qurol ushlab olib tayyor bo'lib turishligimiz, boshimizga nima tushishimizdan qat'iy nazar men tayyorman, men oboronaga pozitsiyamni bo'ldi, turib oldim, kelaversin, qani kurashaveramiz, qanday qiyinchilik bo'lsa ham turib beraman deb turib qurollanib olib, mana yaralangan bo'lsangiz ham bu dars, kaltaklar bu dars, kelajakdagi kuchli bo'lishimizga, bizga motivatsiya bo'ladi, ko'timizga tepki karta bu. Ya'ni biz tayyormiz. Qani hozir ochamiz nimaga biz tayyorligimizni. Tushunyapsizlarmi? Bu karta kuygan og'iz qatiqni ham puflab ichadi degani. Mana bo'ldi, уже opitimiz bor. Qurollanib oldik. Endi kutyapsiz. Qani keyingi zarba nima bilan keladi bizga va qanday zarbani biz kutib olar ekanmiz. Like bosishni unutmanglar, rizlarga chiqarishimiz kerak. Iltimos, meni podдержка qilib obuna bo'linglar. 99% ko'rayotganlar obuna emas ekan. Bitta knopkani bosish
muammo bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Biz esa ochirimimizni davom etamiz. Luna, sud va влюблённый. Bu bizga nimani beradi? Qaranglar, tayyor bo'lib turgan boshimizga nimalar keldi, nimalar o'tdi mana boshimizdan. Ya'ni Luna oy degani подсознательный ongimizni tagida yotgan qo'rqinchlar, ichimizdan, qalbimizda bir narsa o'tiribdiki, mana yerda, mana shuni qo'yib yubora olmayapmiz, mana shundan biz qo'rqyapmiz. Biz psixologический tomondan o'zimizni qulplayapmiz, ya'ni bloklab qo'yapmiz. Bundan qo'rqmasligimiz kerak. Ya'ni kimdir bizni o'tmishda aldagan. Aldaganki, ish bo'ladimi, munosabat bo'ladimi, ikkilanib yurayotganlarga ayniqsa bu. Qandaydir uroklar, ya'ni karmicheskiy uroklardan o'tgan ekanmizki, biz shu qaytarilishini qo'rqib turibmiz. Xo'p, sud kartasi degani bo'ldi, qo'rqma, tiril deyapti. Uxlayotgan bo'lsang, uyqungdan tur deyapti. Yangi qadamlaringni boshla, qo'rqma, orzu niyatlaring bo'lsa, oldinga yur deyapti. Hammasiga dalda berib seni podдержка qilaman deyapti, Ya'ni seni xafa qilayotgan odamlar o'zini nima deydi, jazosini oladi deyapti mana shu sud kartasi. Ya'ni hamma qilib o'tgan niyatlarimizni biz nima qilamiz? Baholangan holda kelajagimiz o'shanga qarab qurilar ekan. Oxiri влюблённый bu vыбор. Vыбор bu tanlov, bu qurayotgan munosabati emas. Bu o'tmishda qo'yvor. Bu bilan nima deyapti ikkilanib yurayotganlar? O'tmishda qo'yvor deyapti. O'tmishda qo'yvorgin. Qo'rqma. Kelajakka yangi hayotingni boshlashga seni уже uyg'otishdi, uyg'on deyapti. Seni oldingda tanlov bor deyapti. Tanlov, garmoniya, nima deydi, birlik degan narsa bor deyapti-da. Hozir men kartalarni ochganimdan keyin nimaga bu videoni ikkilanayotganlarga deb ataganimni ta'birini aytib beraman va maslahat beraman. Yordamchi kartalardan foydalangan holda yana durak, qaranglar, правосудие va korol pentakli chiqadi. Kolodamizni tubida peterka pentakli. Bu karta bilan men ishda ishlayotganlarga boshlayman. Ishda ishlayotganlar, peterka pentakli degani qandaydir kelishmovchilik, bir-birlaringga yo'q, men yaxshiroq ishlayman deb podsoznательно, psixologik tarzda har bitta odam meni ko'rayotgan ikkinchi variantni tanlaganlarda o'tiribdi. Ya'ni qiynalib kelayotganlaringda, qachongacha men konkurent bo'la olaman, nega boshliq meni ko'rmayapti, uni ko'ryapti, nimaga men boshliqqa, men ham shunga loyiqman, men ham shu ishlarni qila olaman deb turib, pinhona ochiqchasiga basu ichki psixologicheskiy tomondan, ya'ni sizlar o'zaro kurash, konkurent, raqobatdosh sifatida bir-birlaring bilan ishlab kelyapsizlar. Xo'p, bu bizga nimani olib keldi? Bu bizga qaranglar, troyka mechey bo'ldi. Pishdik biz уже, xohlamayapmiz o'tgan o'tmish ishda ishlashda, charchadik, boshqa ishda almashtiraman deb yurganlar meni ko'rib o'tiribdi. Boshqa ishda almashtirib ko'raman, qani menga bu nimani olib keladi degan karta bilan o'ylab yuribsizlar. Mana yana bitta karta, qaranglar. Семерка mechey, o'tmish, hozirgi ishlayotgan, уже hafsalalaring pir bo'ldi, charchab, majburiyat yuzasidan robotga o'xshab borib ishlab kelayotganlaring va ishda almashtiraman degan insonlar, семерка mechey, семерка mechey degani bu aldanish degani. Aldanyapsizlar sizlar. Orqalaringda yaxshi fikrga borishmaydi. Ham qilayotgan ishlaringni raqiblaring kuzatib borib o'g'irlashga harakat qilyapti. Xo'p, agar ishda o'zgartirsalaring nima keladi sizlarga? Ishda o'zgartirsalaring troyka jezlov keladi. Ya'ni ish yaxshilanadi. Mana 0 dan,
Mana bu karta 0. 0dan boshlashga to'g'ri keladi. Pravosudие degani yangi ishda qanday o'zingizni ko'rsata bilsangiz, xuddi shunday sizga oqibat bo'ladi. O'tmish ishdagi raqobatdoshlik bo'lmaydi, sizga boshqacha bo'ri qarash qilishmaydi pinhona. Boshliqlar ko'ziga yomon ko'rinmaysiz, уже charchadingiz, pishdingizda. Batta rost yo'q, karyera yo'q, o'sish yo'q, bilyapsizlarmi? Martaba yo'q batta. Xo'p, va oxiri nima bo'lasizlar yangi ishda? Yangi ishda Korol Pentakli bo'lasizlar. Korol Pentakli bu stabil inson, ya'ni qirol. Atrofida agar mana bu kartalarni mana shunday qo'yayotgan bo'lsak, mana yo'qotmay turamiz. Ko'ryapsizlar, mana qop oltin, tillolar, pullar, investitsiyalar, piramidalar o'syapsiz. Mana birinchi pog'onadan, ikkinchi pog'onadan qilib mana karyerniy rostingiz bor degani. Keyin mana troyka pentakli ham chiqdi sizlarga. Troyka pentakli degani bu shunday ishki o'sayotgan ish, kollektivniy ish. Kollektivniy ish mana troyka pentakli, mana bu troyka pentakli. Bu degani birdamlik bilan bir yoqadan bosh chiqarib, ya'ni drujniy kollektivga tushadigan ishni bildiradi. Xo'p, xuddi shu kartalar bilan agar mana nima desam bo'lar ekan, mashina olayotganlar yoki masalan uy, hovli, yer ikkilanayotgan bo'lsalar, qaysi qizga uylanay ekan, qaysi yigitda qolay ekan deb o'tmishlaringga bitta boqinglar. Ushamanglar. Urush, janjal yaxshilikka olib kelmaydigan, sansalar, mansalar bor joyda nima keragi bor? Turmushdagi munosabati demayapman men uchinchi shaxslarni, ya'ni uylangan, oilasi bor, farzandlari bor va sizlarni oldiga o'ynash sifatida kelib ketadigan erkaklarni nazarda tutyapman. Bosh ko'taringlar. Mana oxiri yuraklaringga xanjar sanchib ketadi. Bu degani oilasidan ajrashmaydi. Ko'zlaringni ochinglar. Nahotki biz undan kattasiga loyiq emasmiz, undan zo'riga loyiq emasmiz. Ayollar, o'zlaringni kishanlantirib qo'ymanglar. Atrof muhitga qaranglar. Hayot, dunyo rang-barang tovlanyapti. Erkaklar, yigitlar, qancha oliy janob insonlar ko'p. Haloli pokka nima yetsin? Mana sizni yolg'on gapirib, sizdan foydalanib, mana семерка pentakli это karta обмана. Tushunyapsizlarmi? Sizdan foydalanishlik kartasi, sizni resurslaringizni o'g'irlashlik kartasi. Tushunyapsizlarmi? Nima berib qo'ydi evaziga? Nima berib qo'ydi? Qo'llaringga uzuk taqib qo'ydimi? Zaksdan o'tdilaringmi? Yo'q. Ilk chiqqanchan ikkinchi rolda aktrisa bo'lmanglar. Bo'lsalaring biz glavniy, asosiy rolda aktrisa bo'lishimiz kerak. To'g'rimi? Asosiy ayol bo'lishimiz kerak. Bizdan keyin kim olsa olaversin, lekin biz haqiqiysi, haloli pokiga yetishaylik. To'g'rimi? Va troyka jezlov degani bu birgalikda sizlarni поддержка qiladigan odamlar ko'p, harakatlaringni qilinglar deyapti. Bo'lmasam mana bu to'shaklarida mixlanib, o'zlaring yolg'izlanib, xayollaringda o'tkazdirib, oxiri har xil kasalliklarni orttirib olasizlar deyapti. Mana tushunyapsizlarmi? Mana xanjarlarni ko'ryapsizlarmi? Qo'rqib, yolg'izlanib, mana kechasi kech bo'lsa ham mana oynalaringga kaptar urilyapsizlar, bunga boqmayapsizlar-da, mana ujastik ko'rib qo'rqib o'tiribsizlar. Mana hayotim ham shunaqa bo'ladimi deb. Yo'q, bo'lmaslik kerak. Tushunarli, Ya'ni biz ikkilanmasdan yangi hayotga 0 dan kirib boramiz. Faqat yaxshi, mana pravosudие bu tarozi, mana palla degani, bitta nimani solsalaring, shu pallada sizlarni akslaring etiriladi. Tushunyapsizlarmi? Nima keragi bor? Farzandlarimiz ham xuddi shunday hayot chekishini, qaytar dunyo. Qo'yvoringlar. U erkak sizlarni tengilaring emas. Sizlarni tengilaring hali oldinda. O'zlaringni past bahoga baholab qo'ymanglar deyapti. Mana sizlarni kelajakda Korol Pentakli kutyapti. Tushunyapsizlarmi? Hammalaringni ko'tara oladigan, agar farzandlilar bo'lsa, o'zlaringni ham nikoh qilganlaridan keyin farzandlarini ham nikohga olishga tayyor
va birgalikda bitta kemaga o'tirib, bitta qayiqqa o'tirib, bir maqsadli, bitta orzu umidlar sari, bitta yo'nalishda ketayotgan erkak hayotlaringda chiqadi degani. Ikkilanmanglar. O'tmishga qaramanglar. Eskilarimizni gapi bor. Agar o'tmishga qaraversang, kelajaging porloq bo'lmaydi deb yig'ishtiramiz o'tmishda. Kredit, uy yoki o'qishda ikkinchi pozitsiya degani oldilaringga hali yangisi chiqadi. O'shani o'ylab ko'ringlar, chamalab ko'ringlar, plus minusini chiqaringlar. Investitsiya qilsak, bu yer, bu kvartira kelajakda foyda keltiradimi? Bu o'qish emas, siz ko'zlab yurgan o'qish bas. Yangi o'qish chiqyapti sizga, noldan chiqyapti. Tushunyapsizmi? Bu pravosudие degani. Va mana Korol Pentakli bo'lib o'sayotganingiz, bu kelajakka investitsiya, yangi qadam qo'yishlik. Yangi sohalarga ahamiyat ber deyapti. Eski sohalar o'tmishdan qolib ketyapti. San o'qishni bitirib, unda ishlab, birato'la to'rtta devoring mustahkam, qattiq yerda ikkala oyog'i bilan mahkam turishingga eski tanlagan kasblaring o'rin tutmaydi deyapti. Kiber, bilyapsizlarmi, qandaydir bir tezlikda 21-asrda prям robototexnika, IT texnologiyalar, hamma yoqda hamma kiber tezlik bilan bo'layotgan zamonga xuddi shunday kasblarni tanlashga chorlayapti. Sizlarda eskini yig'ishtiringlar deyapti. Xo'p, agar videom yoqqan bo'lsa, ham birinchi, ham ikkinchi variantni tanlaganlar like bosib yuboringlar, kommentda yozib yuboringlar. Xo'p, kelayotgan yakshanba kuni primoy translyatsiya, to'g'ridan to'g'ri efirga kech payt chiqaman. Bemalol yozib savollaringni qoldirishlaring mumkin. Albatta, bitta knopkani bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr.